Boylik bu inson hayotidagi imkoniyatlar, qadriyatlar va salohiyatning yig'indisidir. Ko'pchilik boylikni faqat pul, uy-joy yoki qimmatbaho buyumlar bilan o'lchaydi. Ammo aslida boylik tushunchasi ancha keng. U moddiy, intellektual, ma'naviy va hatto ijtimoiy jihatlarni ham o'z ichiga oladi. Insonning haqiqiy boyligi faqat qo'lida bor narsalar bilan emas, balki uning fikrlashi, bilimi va ichki dunyosi bilan ham belgilanadi. Moddiy boylik bu ko'zga ko'riladigan va o'lchash mumkin bo'lgan resurslar. Pul, biznes, ko'chmas mulk, texnika va boshqalar. Moddiy boylik hayot sifatini oshiradi, xavfsizlik va qulaylik yaratadi. Masalan, Bill Gates dunyodagi eng boy insonlardan biri sifatida katta moddiy imkoniyatlarga ega. Ammo bu boylik birdaniga paydo bo'lmagan. Uning ortida bilim, mehnat va strategik tafakkur yotadi. Intellektual boylik esa insonning bilim darajasi, tafakkuri, muammolarni hal qilish qobiliyati va tajribasi bilan bog'liq. Bu turdagi boylik ko'rinmaydi, lekin eng kuchli kapital hisoblanadi. Chunki bilim va tafakkur orqali inson yangilik yaratadi, boshqalarga foyda keltiradi va o'z imkoniyatlarini kengaytiradi. Masalan, Steve Jobs o'zining ijodiy fikrlashi va innovatsion qarashlari bilan butun texnologiya sohasini o'zgartira oldi. Ma'naviy boylik ham juda muhim. Bu insonning halolligi, sabri, shukronaligi, qadriyatlari va ichki xotirjamligi. Ba'zi odamlar katta moddiy boylikka ega bo'lsa ham ichki osoyishtalik topa olmaydi. Aksincha, kamtarona hayot kechirayotgan, lekin qalbi to'la va maqsadi aniq inson o'zini boy his qilishi mumkin. Demak, boylik faqat tashqi ko'rsatkich emas, balki ichki holat hamdir. Ijtimoiy boylik ham e'tiborga loyiq. Bu insonning obrazi, atrofidagi yaxshi insonlar, mustahkam oila va ishonchli do'stlardir. Yaxshi munosabatlar va hurmat pul bilan sotib bo'lmaydigan ne'matdir. Ko'p hollarda insonning muvaffaqiyati uning atrofidagi muhit va aloqalarga ham bog'liq bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, boylikni faqat moddiy imkoniyat deb cheklab bo'lmaydi. Eng barqaror boylik bu bilim va tafakkur, chunki ular orqali moddiy boylikni yaratish va saqlab qolish mumkin. Haqiqiy boy inson bu nafaqat boy yashaydigan, balki to'g'ri fikrlaydigan, qadriyatli va maqsadli inson.